Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Noyabr oyiga paketlarimiz ochildi. Batafsil ma'lumotni Azbiyadan eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa mana muqaddas safar inson bir marta bo'lsa ham umrida borishlikni orzu qiladigan Allohning bayti bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muborak shaharlari bo'lgan Madina Munavvaraga, Makka Mukarramaga borishni orzu qilmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Xudo xohlasa mana inshaalloh Xudo xohlasa yurtimizni, el yurt tinchligi, yurtboshimizni Xudoga shukr yaratib berayotgan imkoniyatlarini mana Xudo xohlasa hisobga olsak, inshaalloh sharoitlar zo'r bo'lib ketdi. Endi Xudo xohlasa bu safar to'g'risida ozgina ma'lumot beramiz. Bu safar Xudo xohlasa qaysi kuni, qaysi shaharlardan bor, Xudo xohlasa kelinglar tanishtirib o'taman. Uni qanaqaligi, necha kunligi va qayerga borishlik to'g'risida ma'lumot beramiz. Endi boshlaydigan bo'lsak, safarimiz 14 kunlik, Xudo xohlasa 14 kunlik standart plus paket, 3 kun Madina va 11 kun Makkani o'z ichiga oladi. 3 kun Madina bo'ladi, Xudo xohlasa. Madinada mehmonxonalarimiz 200 metr, 250 metr masofada. Ravza-i Muborakka Xudo xohlasa kirishlik albatta bor. Butun Madina bo'ylab ekskursiyalarimiz, ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz bor. Xudo xohlasa 50 boshlarimiz Madina bo'ylab ekskursiyalarga, ziyorat sayohatlarga albatta olib chiqishadi. Ravza-i Muborakka aytib o'tdim, olib kirishadi. Xudo xohlasa Qur'on bosmaxonalariga olib boriladi. Inshaalloh 3 kun Madinada turilgandan keyin Makka shahriga yo'l olinadi, umra qilgani Xudo xohlasa. Borib umra qilingandan keyin oradan 1 kun 2 kun o'tkaziladi. Sababi umra juda ham mashaqqatli amal bo'lganligi uchun insonlar charchab qoladi. Ana o'sha charchoqlarni chiqarib olingandan keyin 2 kun, 3 kun o'tkazib Makka bo'ylab ekskursiyalarimiz bor. Arafot, Jamarot, Mino, Muzdalifa, Savr g'ori, Hiro g'orlari, Xudo xohlasa Makkani ko'zga ko'ringan tarixiy joylari bor. Yana qo'shimcha olib boriladigan inshaalloh joylarimiz bor. Keyin undan 1-2 kun o'tkazib Qizil dengiz safariga Jidda shahriga olib boriladi. 14 kun mobaynida sizlarni 50 boshlarimiz ziyorat sayohatlar bilan zeriktirib qo'yishmaydi. Endi reyslarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, Xudo xohlasa va Surxondaryoda Termiz shahridan bor noyabr oylariga. Endi ularni kunlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Toshkent shahridan deyarli har kuni reyslarimiz bor. Haftada 1 marta, 2 marta Madina, qolgan kunlari Jidda. Endi Surxondaryoni Termiz shahridan 9-chi, 16-chi, 23-chi va 30-chi noyabr sanalariga Termiz Jidda Termiz yo'nalishida bor. Farg'ona shahriga keladigan bo'lsak, mana vodiyga o'tamiz. Farg'ona shahridan 1-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 va 29 noyabr sanalariga Farg'ona shahridan Farg'ona Jidda va Farg'ona Madina yo'nalishlarida bo'ladi. Namangan shahridan Xudo xohlasa 5, 6, 7 sanaga bor, 12, 13, 14 sanaga bor, 19, 20, 21, 26, 27 va 28 noyabr sanalariga Namangan Jidda Namangan, Namangan Madina Namangan yo'nalishimiz bor. Andijon shahriga keladigan bo'lsak, Andijondan reyslarimiz Madina shahriga 1, 2, 8, 9, 15, 16 va 23, 24 Xudo xohlasa sanalariga inshaalloh karim bor. Xudo xohlasa reyslarimiz Andijon Jidda va Andijon Madina yo'nalishida bo'ladi. Endi bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Ekranda telefon raqamlarimiz bor. WhatsAppimiz, Telegramimiz, emailimiz ishlayapti. Qanaqadir bir qo'shimcha savollaring bo'lsa, bemalol savollarni berishlaring mumkin. Endi yo'lga chiqishdan oldin nimalar kerak bo'ladi deganlar uchun. Yo'lga chiqishdan oldin avvalo bu narsani Xudo xohlasa buyurtma qilish uchun, o'zbek tilida aytganda, joy bron qilish uchun avvalo Zagram pasport ishlaydi. Zagram pasport bo'lishi shart. Majburiy ijrodan taqiq bo'lmasligi kerak. Alimenti, yana qidiruvda bo'lmasligi kerak. Bankdan katta kredit oladi odamlar, to'lamaydi, zapretga tushib qoladi. Taqiq bo'lmasa, qidiruvda bo'lmasa, Xudo xohlasa bemalol borishlari mumkin. Endi nimalar ketadi deganlar uchun Madina va Makka shahriga borgandan keyin asosan libos, ust-boshlaringni olib olasizlar. Mana futbolka hatto havoda hamma biladi. Hozir mo'tadillashib qoldi. Baribir mo'tadillashgan taqdirda ham havo 35-40 gradus issiq.
Endi bemalol borib futbolkada kechqurun mana nima deydi, vitrovka deydi rus tilida aytganda, vitrovkalarda, trikolarda yurish mumkin. Endi ehrom обязательно bo'lishi kerak. Ehrom bo'lsa, ehromni olinadi tepapasi mato, uni kamari bo'ladi va umra qilgan albatta oyog'ida slans tapichkasi bo'lishi kerak. Slans tapichka usti yopiq olsa, u to'g'ri kelmaydi. Sababi kaftni usti ochiq turishi kerak. Odamni to'pig'idan past tomoni oyog'ini ochiq turishi kerak. O'shaning uchun slansi oyoqni orasiga kirib qoladi. Shu ma'quli, yumshoq slans. Endi umradan tashqari kiygani, xohlasa skechers olsa oyoq kiyim, xohlasa bir yana tapichka olib olishi mumkin. Endi atta borib ishlatgani pulchi deyapti. Endi sovg'a salom uchun pul olish mumkin. Yotoqxonasi, yeb ichishi, aviabileti, vizasi, transfer xizmati hammasi shu to'lanadigan to'lovning ichida bo'ladi. Bemalol borib, yotib turgani joyi bor, oziq-ovqati bor, ziyorat sayohatga aylanaman desa joylari bor, hamma narsasi bor. Endi nima uchun pul ketadi? Bir sovg'a salom olish uchun, bir esdalik uchun bir narsa olmoqchi bo'lsa, shunga pul sarflashi mumkin. Qolgan hamma narsa firmaning hisobidan qilib beriladi. Bozor bundan mustasno. Bozorga olib chiqsa 5-10 riyoldan yo'lkiraga pul yig'ishi mumkin. Misol uchun Kakkiya degan bozori bor Makka shahrida. Shu bozorga borgani 5 riyoldan yoki 10 riyoldan pul yig'adi. U adashmasam $3 yoki unga ham yetib bormaydigan pul bo'ladi. Qolgan hamma narsasi firma hisobidan qilib beriladi, xudo xolasa. Endi kunlarni aytib o'tdim. Standart plus paket 14 kunlik, xudo xolasa. To'lov tizimi qanaqa deganlar uchun, to'lov tizimi bizda pasport tashlanadi, biz uni ro'yxatga olib, o'sha aytgan kuniga qo'yib beramiz, to'lovini kelib aeroportda qilib beraveradi, xudo xolasa. Endi inshaalloh bu ishda hech kimni aldamaydi. Hech kim yolg'on gapirmaydi. Madina shahridagi mehmonxonamiz masofasini aytib o'tdim, 200-250 metrda. Makka shahrida Sama al-Misk bor, 800 metrda. Mira Ravdah mehmonxonasi bor, 1 kilometr 200 da. Va yaqinda yana bitta mehmonxona olingan, 1 kilometr 800 metrda. Hammasini tagida 24 ga 7 avtobus qatnovi bor. 50 boshqa xizmatlardan muammo yo'q. Oziq-ovqatdan, yotoqxonadan, hech narsadan xullas muammoimiz yo'q. Firma albatta litsenziyalangan. Bizga bemalol ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilsalaring, savollaring bo'lsa savollariga albatta javob beramiz. Joy bron qilmoqchi bo'lsalaring, joylarini bron qilib beramiz. Tojikiston fuqarolarini mana jo'natyapmiz, xudo xolasa maza qilib borib kelishyapti. Qo'shni Tojikiston Respublikasidan bo'lgan fuqarolar bu narxlar sizlarga ham amal qiladi. Aytib o'tamiz, Tojikistondan misol uchun Toshkentdan ketmoqchi bo'lsa, Tojikistondan bir kun avval keladi. Biz uni mehmonxona xarajatlarini qoplab beramiz. Necha kishi bo'lsa ham, 2 kishimi, 5 kishimi, 10 kishimi farqi yo'q. Va mehmonxonadan ertasi kuni bitta transport qilib aeroportga olib chiqishadi. Ana o'sha yerdan samolyotga o'tirib to'lovini qilib ketishlari mumkin. Qo'shimcha savollaring bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Va yana bir narsani aytib o'tib ketaman, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bu safar muborak safar, o'yinchoq narsa emas. Bir xilga odamlar ozgina noshukrlik qilishyapti, ozgina besabrlik qilishyapti. Endi mehmonxonadan chiqarib, mana soat 12 da mehmonxonadan chiqardi. Siz Madinaga uchib boruvdik, soat 12 bo'ldi. Mehmonxonaga olib keldi. To mehmonxonadan sizdan oldingi odamlarni chiqarib, uni o'rnini yangilab, yotoqxonani zapravka qilguncha, tozalov qilguncha 2 soat, 3 soat vaqt o'tib ketadi. So'mkalaringni qo'yasizlarda bemalol chiqib, Madina Munavvara bilan, Masjidul Nabaviy bilan tanishtirishlaring mumkin. Shunga ham odamlar sabr qilmasdan telefon qilyapti. Biz deydi, bunaqaga kelishmovdik deyapti. Mehmonxonasi bor, mana tayin turibdi, oziq-ovqati tayin, 50 bosh xizmati tayin. Biz uni aldaganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q. Aytib o'tib ketyapmiz bu to'g'risida ham. Xudo xolisa bizni firmadan borib hali inshaalloh birov ko'chada qolgani yo'q, birov och qolgani yo'q, yo birov aldagani yo'q. Xudo xolisa bemalol murojaat qilsalaring, ishlaringni sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Har narsada xayr bor, har narsada hikmat bor. Bir narsa bo'lmay qolsa, avvalo shukr qil deydi. Xudo uni o'rniga albatta yaxshi narsani beradi deydi. Xudo xolasa hamma ketayotgan ziyoratchilarimiz bizdan mamnun, lekin orada bo'lib turibdi. Boshoq kurmaysiz bo'lmaydi degan gap bor. Xudo xolasa bemalol murojaat qilinglar, ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring, joylarini chiroyli holatda qilib bitkazib beramiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, narx-navolari Farg'ona shahridan $995, Andijon shahridan $995, Namangan shahridan $995, Toshkent shahridan Toshkent-Jidda yo'nalishi $965, Toshkent-Madina yo'nalishi $975. Endi Surxondaryoni Termiz shahriga keladigan bo'lsak, Termiz-Jidda-Termiz yo'nalishimiz $1100 dan qilib belgilaganmiz.
ekrandagi telefon raqamlariga aloqa chiqsalaring, ishlarni Xudo xohlasa sifatli va albatta chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sizlarga xizmat qilayotganimizdan hamisha mamnunmiz, xursandmiz. Sizlar borib maza qilib ibodat qilib kelsalaring, biz Xudo xohlasa bu ishlardan faqat xursand bo'lamiz. Duo qilib kelsalaring, bizga albatta o'shani o'zi yetarli. Xudo xohlasa hammalaringga sog'lik va salomatlik tilaymiz. Yaxshi kunlarda va yaxshi joylarda Xudo xohlasa ko'rishlik nasib qilsin deb qolamiz. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.